Hammaga salom bolalar, sizlar bilan bugun men Steve Ol. Bugun sizlarga xo'rlangan qishloqni ko'rsataman. Mana buni qaranglar. Nimalar qilib tashladim. Bir anavi aytmoqchiman. Endi har bitta 10 ta obunachiga bitta uylarda yo'q qolaman. Masalan, mana bu uyga o'xshab xo'rlayman. Prosta tent qilib chiqaman hamma joyini. Bu hali bitmabdi. Buni shunday qilib qo'yaman. Agar sizlarga bu video yoqayotgan bo'lsa yoki shu qishloqni ponni tenta qilishimni xohlasanglar, biz ponni tenta qilib bo'lgandan keyin buni portlatamiz. Nimaga 3 ta kravat? Bitta ham kerak emas kravat. Keyin mana bu yerda bizning shoximiz bor. Shox pushti kiymagandi. Pushti kiymagan shox qani? Biz keyin shoxni o'ldiramiz. Shox qani? Mabitlarni ham qilib chiqqanman, qaranglar. Har bitta 10 ta obunachiga qo'yapman buni. Har bitta 10 ta obunachiga mana bu prosta birinchi boshlanishiga qurdim. Keyin bu yerda portlataman. Agar 1000 ta emas, 500-300 ta bo'lganimizda mana shu qishloqda ponni 3 ta 4 ta odam bo'lib shu qishloqni tenta qilamiz. Boshqa setlarni ham bilsanglar, bu 455-set. Boshqa setlarni ham qilib chiqamiz. Masalan, 3 ta yumshoq 999, 666 larda qilib chiqamiz. O'sha setlarni ham qilib chiqamiz va bul